bittasini tanlang degani. Mana biz o'tamiz va bu yerga bizga postimizga aytyapti. Postni ko'radigan bo'lsak, post uchib ketibdimi yoki? Mayli, boyagi olgan joyimizdan ko'rib olamiz. Mana bu yerga tashlaganman. Mana shu stikerni bosing deyilgan postda va biz shu stikerni jo'natamiz. Boshqa stiker jo'nata olmaymiz. Masalan, bu stikerni jo'nata olmaymiz. Bizga aynan shu stiker kerak. Mana bitta ketdi. Mana bu stikerlarni qabul qilmayapti, ko'rishingiz mumkin. Bundan preview deb bo'lsak, ko'rish qanday narsa kelishini. Text bu sendni bossak jo'natadi. Bosib ko'ramiz. Mana jo'natildi. Nokod bepul darslar. Send to nokod. Nokod bepul darslar. Send now. Hozir jo'natish. Send. Nokod bepul darslarga jo'natyapti negadir. Nokod bepul darslar. Boshqa narsa yo'q. Nega? O'chirib tashlaymiz. Bu postni qayta tahrirlaymiz. Create post. Biz boshqa botga qilyapmiz. Bizning botimiz mana bu bot edi. Uzr. Bu yerdan blogga jo'natish uchun bo'lgan matnni tanlab olamiz. Har bunga hech nima jo'natmasdan turib uzr. O'sha postni tanlab olaman. Mana copy text qilamiz. Botga o'tamizda. Botga jo'natamiz. Mana bu yerdan edit directionsdan bosamiz. Mana bu stikerni solib jo'natamiz. Endi edit URL buttonini bosamiz va boyagi botga jo'natganimizni solib jo'natamiz. Copy text. Mana sendni bosamiz. Send now. Send now. Mana ko'rishingiz mumkin. O'shadan keldi va bunga reaksiya bossak sonini aniqlaydi. Endi bu bizga kerak emas, o'chirib tashlaymiz. Admin emasman, bu akkauntim. Bu akkauntga o'tamiz va o'chirib tashlaymiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling. Agar bot yaratish darsini ko'rmagan bo'lsangiz, bundan oldingi darsni, ya'ni bot yaratish darsini ko'ring. Video tagida albatta link qoldiraman.